Bugun biz sizlar bilan Chilonzor tumani 20-kvartalda 3 xona o'zgacha uslubda ta'mirlangan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushbu ko'rib turganingiz uyimizning birinchi xonamiz. Xonamiz mehmonxona sifatida foydalanishgan uy egalari o'zini stol stul va yumshoq mebellari bilan. Bu yerda glavniy eshikdan kirib kelish, o'zini stroyniy shkafi, razdel sanuzel 3-xonamiz. Bu yerda oldin ikkita xona ichma-ich bo'lgan, bo'lib razdel qilishgan. Bu yerda esa ana mehmonxonaning joyini ota-onalar yotoqxonasiga o'zgartirgan. Ko'rib turganlaringdek. Bu yerda esa yo'lak ochishgan. Oshxonaga alohida o'tadigan xonalarning ichidan emas, alohida o'tishga yo'lak ochishgan oshxonaga. Bu yerda 1,5 ga 6 balkon qismimizni kengaytirib, o'tirib stol-stullar qo'yilgan, o'tirib ovqatlanishga. Uyimiz 4 qavatli binoning 3-qavatida joylashgan. Ko'rib turganlaring oshxona qismimiz. Balkonimizning ikkinchi bo'lagi yarmi. Kerakli barcha mebel texnikalar, kir mashina, konditsioner, xolodilniklari, shkaflari qoladi. Ko'rib turganlaringdek. 4 qavatli binoning 3-qavatida joylashgan 68 metr kvadratdan iborat. Bu yerda esa 3-xonamiz. Uyimiz katta yo'lda yuziga yaqin. Alentraga keladigan bo'lsak, Ilon avtomatchisi orqasida. Bu yerda razdel sanuzul. Ushbu uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda uy egalari 86.500 AQSh dollar narx so'rashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.